60 yoshdan oshgan odamlarni endi davolashmaydimi? Kasalxonaga borsangiz, yoshingiz o'tibdi. Endi navbat kuting, operatsiya xavfli, uyda davolaning deyishlari qonuniymi? Bugun men shu mavzuni juda ochiq tushuntiraman. Chunki bu masala faqat pensionerlarga emas, har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, buvilarimiz, bobolarimiz ertaga o'zimiz ham shu yoshga yetamiz. Oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim joylarda odamlar o'z huquqini bilmagani uchun davosiz qolib ketmoqda. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bo'lsin, chunki bunday ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borish kerak. Men bu mavzuga ekspert sifatida yondashaman. Bir tomonda tibbiyot amaliyoti bor, ikkinchi tomonda bemorning huquqi bor, uchinchi tomonda esa xalq orasida tarqalgan gaplar bor. 6 yoshdan keyin davolashmaydi. Maxfiy buyruq chiqqan. Pensionerga qimmat dorini bermaydi, operatsiyaga olmaydi degan shikoyatlar ko'paygan. Lekin har bir shikoyatning ildizini alohida ko'rish kerak. Ba'zan bu haqiqiy e'tiborsizlik bo'ladi. Ba'zan shifokor xavfni tushuntira olmaydi. Ba'zan esa odamlar rasmiy tartibni bilmagani uchun o'zlariga tegishli yordamni talab qila olmaydi. Avvalo, eng muhim gapni aytaman. Yoshning o'zi davolamaslik uchun asos bo'la olmaydi. Ya'ni odam 60 yoshga kirdi, 70 yoshga kirdi yoki 80 yoshga kirdi degani. Unga tibbiy yordam ko'rsatmaslik mumkin degani emas. Tibbiyotda qaror yoshga qarab emas, bemorning umumiy holati, tashxis, xavf darajasi, qon bosimi, yurak, buyrak, jigar, qandli diabet, qon ivishi, hushyorlik holati, operatsiyaga bardoshlik kabi mezonlarga qarab qabul qilinadi. Lekin amaliyotda muammo shundaki, ayrim xodimlar yosh katta degan iborani juda oson ishlatib yuboradi. Natijada bemor va uning farzandlari buni bizni davolashmayapti deb tushunadi. Oldin qanday edi? Ilgari ko'p joylarda bemor kasalxonaga kelganida, ayniqsa qishloq joylarda shifokor bemorni ko'rib, imkoniyatiga qarab davolashni boshlardi. Qog'ozbozlik kamroqdek ko'rinardi, lekin tartib ham ancha noaniq edi. Kimdir tanish orqali tezroq yotardi, kimdir navbat kutardi, kimdir dori topa olmay sarson bo'lardi. Hozir esa tibbiyotda elektron navbat, oilaviy shifokor yo'llanmasi, tor mutaxassis xulosasi, kvota, imtiyozli dori, protokol, tekshiruv ro'yxati kabi tartiblar ko'paydi. Bu tartiblar to'g'ri ishlasa bemorga foyda. Lekin bemor bu tartiblarni bilmasa, meni qaytarib yuborishdi degan holat paydo bo'ladi. Masalan, 37 yoshli erkakning tizzasi og'riydi, yurishga qiynaladi. U tuman shifoxonasiga boradi. Shifokor unga avval rentgen qiling, keyin travmatolog ko'rsin, keyin viloyatga yo'llanma beramiz dedi. Bemor esa meni davolashmadi, faqat u yoqqa bor, bu yoqqa bor deyishdi deb o'ylaydi. Aslida bu yerda davolashdan bosh tortish emas. Bosqichma-bosqich tekshiruv talabi bo'lishi mumkin. Lekin shifokor buni oddiy tilda tushuntirmasa, bemorda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Endi boshqa misol. 72 yoshli ayolda yurak og'rig'i, nafas qisishi bor. Tez yordam chaqiriladi. Shifoxonaga olib borilganda joy yo'q, ertaga keling deyishadi. Mana bu holat juda jiddiy. Agar bemorda hayot uchun xavfli belgilar bo'lsa, yoshdan qat'iy nazar shoshilinch yordam ko'rsatilishi shart. Ko'k kirak og'rig'i, insult belgilari, hushdan ketish, qon ketishi, nafas yetishmasligi, juda yuqori bosim, qonning keskin tushib ketishi yoki ko'tarilishi, og'ir jarohat, zaharlanish, kuchli qorin og'rig'i kabi holatlarda yosh katta, joy yo'q. Navbat bor degan gaplar birinchi o'ringa chiqmasligi kerak. Bunday vaziyatda bemor stabil holatga keltirilishi, birinchi yordam ko'rsatilishi, zarur bo'lsa boshqa muassasaga rasmiy tartibda yo'naltirilishi kerak. Maxfiy buyruq masalasiga kelsak, men buni juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Xalq orasida 60 yoshdan keyin qimmat davoni bermanglar, pensionerlarga operatsiya qilmanglar, resursni yoshlar uchun saqlanglar degan gaplar yuradi. Agar kimdir shunday buyruq bor desa, undan hujjat raqamini, sanasini, qaysi tashkilot chiqarganini so'rash kerak. Og'zaki gap huquqiy asos bo'la olmaydi. Tibbiyotda ayrim ichki yo'riqnomalar, klinik protokollar, davolash standartlari bo'lishi mumkin. Lekin ular ham bemorni yoshiga qarab kamsitishga emas, xavfsiz va to'g'ri davolashga xizmat qilishi kerak. Agar biror shifokor sizga buyruq bor, sizni 60 yoshdan keyin davolamaymiz desa, men maslahat beraman, darhol xotirjam ohangda iltimos shu buyruqning raqamini va yozma asosini ko'rsating deb so'rang. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda surunkali kasalligi bor odamlar, qandli diabet, yuqori qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, insultdan keyingi holat, buyrak kasalligi, jigar kasalligi, o'pka kasalligi.
onkologik tashxis ko'zdagi katarakta yoki glaukomma, bo'g'im muammolari, oyoqda qon aylanishi buzilishi bor bemorlar. Chunki 6 yoshdan keyin kasalliklar ko'pincha bitta bo'lmaydi. Masalan, odamda bir vaqtning o'zida bosim ham bor, qand ham bor, yurakda aritmiya ham bor. Shifokor operatsiya yoki kuchli dori berishdan oldin xavfni baholaydi. Bu davolamaslik emas, xavfni kamaytirishdir. Lekin muammo shundaki, ayrim joylarda xavf yuguri degan xulosa bilan hammasi tugab qoladi. Aslida xavf yuguri bo'lsa, kardiolog, anesteziolog, endokrinolog, nefrolog kabi mutaxassislar ko'rib, qanday tayyorgarlikdan keyin davolash mumkinligini aytish kerak. Kimlar unchalik vahima qilmasligi kerak. Agar sizda oddiy rejalashtirilgan tekshiruv bo'lsa, masalan qon tahlili, UZI, rentgen, ko'z tekshiruvi, bosim nazorati, profilaktik ko'rik, bularning hech biri yosh sababli rad etilmasligi kerak. Lekin navbat bo'lishi mumkin, yo'llanma so'ralishi mumkin. Ayrim tekshiruvlar uchun mutaxassis xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Demak, sizning vazifangiz janjal qilish emas, tartibni bilib, hamma hujjatni to'g'ri yig'ish. Hayotiy vaziyatni olaylik. 64 yoshli ayolning ko'zida katarakta bor. U ko'rishi pasaygani uchun operatsiya istaydi. Poliklinikada unga yoshingiz katta, kuting deyishadi. Bu yerda to'g'ri savol shunday bo'lishi kerak. Menga operatsiya mumkin emasmi yoki navbat bormi? Agar mumkin bo'lmasa, qaysi tibbiy ko'rsatkich sabab? Agar navbat bo'lsa, meni ro'yxatga kiriting va yozma yo'llanma bering. Shunda gap aniq bo'ladi. Agar qand juda yuqori bo'lsa, avval qandni nazoratga olish kerak. Agar qon bosimi mustahsin bo'lsa, avval bosim barqarorlashadi. Lekin shunchaki yoshingiz katta degan javob yetarli emas. Yana bir misol. 69 yoshli erkakka prostata muammosi tashxisi qo'yilgan. U kechasi 6-7 marta hojatga chiqadi, siydik tutilishi bo'ladi. Urolog ko'rigiga boradi. Lekin bu yoshda bo'laveradi degan javob oladi. Bu noto'g'ri yondashuv bo'lishi mumkin. Chunki yosh bilan bog'liq o'zgarish bo'lsa ham, bemorning hayot sifati, buyraklarga ta'siri, infeksiya xavfi, siydik to'liq chiqmasligi kabi omillar baholanishi kerak. Yoshda bo'laveradi degan gap tashxis o'rnini bosa olmaydi. Bemor UZI, PSA va tahlili, umumiy siydik tahlili, kreatin kabi tekshiruvlarni so'rashi mumkin. Endi eng nozik masala operatsiya. Ko'pchilik shikoyat qiladi. Onamni operatsiyaga olishmadi, yoshi katta deyishdi. Men bu yerda ikki tomonni ajrataman. Birinchisi, haqiqatan ham operatsiya juda xavfli bo'lishi mumkin. Masalan, ayga ba'zan 2 yoshli bemorda yurak yetishmovchiligi og'ir. Buyrak ishlashi yomon. Nafas olish yetishmovchiligi bor, qon suyultiruvchi dori ichadi. Bunday bemorga katta operatsiya qilish hayot uchun juda katta xavf tug'dirishi mumkin. Shifokor buni aytsa, u davolashdan bosh tortayotgani emas, xavfni tushuntirayotgani bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat esa operatsiya mumkin, lekin joy, kvota, mutaxassis, asbob uskunalar yoki navbat muammosi bor. Bunda bemorni jim qaytarish emas, rasmiy yo'naltirish, navbatga qo'yish, alternativ davolash, boshqa markazga yuborish kerak. Shoshilinch va rejalashtirilgan davolashni farqlang. Shoshilinch holatda yordam darhol kerak. Rejalashtirilgan holatda esa navbat, tahlil, yo'llanma, konsilium bo'lishi mumkin. Masalan, son suyagi sinib qolgan hipoksiya yoshli bemor bilan tizzadagi 5 yillik og'riq bir xil emas. Son suyagi sinishi yoshi katta odamda yotib qolish, pnevmoniya, tromb, yurak muammolari, hatto o'lim xavfini oshiradi. Bunday bemorda tezkor baholash va davolash zarur. Tizzadagi surunkali og'riqda esa avval rentgen, dori, fizioterapiya, vazn nazorati. Keyin zarur bo'lsa protez masalasi ko'riladi. Yana bir tuzoq, bepul dori yo'q. Demak, meni davolashmayapti. Davlat tizimida bepul yoki imtiyozli dorilar ro'yxati, ta'minot hajmi, toifa va tashxisga bog'liq tartiblar bor. Har bir dori har doim bepul beriladi deb o'ylash ham to'g'ri emas. Lekin agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz yoki kasalligingiz bo'yicha bepul dori olish huquqingiz bo'lsa, siz ro'yxatga kiritilganmisiz? Oilaviy shifokor kartangizda tashxis to'g'ri yozilganmi? Elektron tizimda ma'lumot bormi? Dorixona qaysi kunda beradi? Bularni aniqlashingiz kerak. Ko'pincha muammo dori yo'qligida emas, hujjat noto'g'ri yuritilganda bo'ladi. Onkologiya mavzusida ham shikoyatlar ko'p. Yoshi katta kimyoterapiya bermaymiz deyishlari mumkin. Bu yerda ham yosh yagona mezon emas. Onkologiyada bemorning umumiy holati, o'smaning turi, bosqichi, qon tahlillari, jigar bayrak ishlashi, yurak holati, bemorning o'zi davolanishni xohlashi, davoning foyda va zarari baholanadi. 75 yoshli odam kimyoterapiyani yaxshi ko'tarishi mumkin.
55 yoshli odam esa og'ir hamroh kasalliklar tufayli ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun qaror yosh katta deb emas, tibbiy konsilium va aniq tahlillar asosida chiqarilishi kerak. Endi bemorlar qiladigan eng katta xatolardan birini aytaman. Og'zaki gap bilan uyga qaytib ketish. Sizga bo'lmaydi, joy yo'q, yosh katta, navbat kuting, bizda qilinmaydi deyishsa. Buni yozma shaklda aniqlashtirishga harakat qiling. Men janjal qiling demayman. Aksincha, muloyim lekin qat'iy bo'ling. Iltimos, menga yozma xulosa bering. Tashxisim, tavsiyalaringiz nima sababli yotqizilmaganim yoki operatsiya qilinmaganim yozilsin deng. Yozma xulosa paydo bo'lsa, keyingi bosqichda sizda asos bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak? Birinchidan, pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Ikkinchidan, tibbiy karta yoki ambulator karta ma'lumotlari. Uchinchidan, mavjud tahlillar, umumiy qon, umumiy siydik, biokimyo, EKG, UZI, rentgen, MRT yoki KT natijalari bo'lsa, hammasini papkaga soling. To'rtinchidan, oldingi shifokor xulosalari, kasalxonadan chiqish varaqalari. Ichayotgan dorilar ro'yxati. Beshinchidan, nogironlik, imtiyoz, pensionerlik, ijtimoiy himoya bilan bog'liq hujjatlar bo'lsa, nusxasini tayyorlang. Shifokorga borganingizda hammasi telefonda bor demang. Telefon qulay. Lekin qog'oz hujjat ko'pincha tezroq ko'riladi. Agar sizga tibbiy yordam rad etilgandek tuyulsa, birinchi qadam bo'lim mudiri yoki mas'ul shifokor bilan gaplashing. Ko'pcha shu bosqichda hal bo'ladi. Ikkinchi qadam, bosh shifokor nomiga ariza yozing. Arizada istiyot emas, fakt yozing. Masalan, falon sanada, falon vaqtda murojaat qildim. Menda falon tashxis yoki simptom bor. Menga falon javob berildi. Menga yozma tibbiy xulosa va keyingi davolash tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Uchinchidan, hududiy sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qiling. To'rtinchidan, agar shoshilinch holat bo'lsa, qayta tez yordam chaqiring va chaqiruv vaqtini, brigada raqamini, olib borilgan muassasani yozib qo'ying. Agar siz kasalxonaga yotqizib so'rayotgan bo'lsangiz, meni yotqizing deb umumiy gapirmang. Aniq ayting. Nafasim qisilyapti, ko'kragim og'riyapti, bosimim tushmayapti, qandim juda yuqori, oyog'im shishib ketdi, siydik chiqmayapti, 3 kundan beri isitmam tushmayapti, hushim chalkashyapti. Tibbiyotda simptom muhim. Shifokor hujjatda simptom va ko'rsatkichlarni ko'rsa, qaror qabul qilish osonlashadi. Uyda o'lchagan bosim, qand harorat ko'rsatkichlarini daftar qilib yozing. Masalan, ertalab 1.70 kechqurun 1.70-1.5. Dori ichgandan keyin 1.90-95. Bu oddiy yozuv ham shifokorga katta yordam beradi. Agar sizga operatsiya xavfli deysa, shunday savol bering. Xavf nimada? Qaysi mutaxassis ko'rish kerak? Qanday tayyorgarlikdan keyin mumkin bo'ladi? Muqobil davolash bormi? Konsilium xulosasi beriladimi? Bu savollar vaziyatni ochadi. Agar haqiqatan ham operatsiya mumkin bo'lmasa, siz sababini tushunasiz. Agar shunchaki mas'uliyatdan qochish bo'lsa, yozma xulosa so'ralganda masala jiddiylashadi. Yana bir muhim nuqta, qarindoshlar bemorning o'zini chetga surib qo'ymasligi kerak. 60 yoshdan oshgan odam ham o'z fikriga ega. Davolanishni xohlash yoki xohlamaslik, operatsiyaga rozilik berish, xavfni tushunish, bular bemorning huquqi. Albatta, bemor hushsiz bo'lsa yoki qaror qabul qila olmasa, qarindoshlar yordam beradi. Lekin oddiy holatda u qari. Biz hal qilamiz degan yondashuv ham to'g'ri emas. Hurmat bilan tushuntirib, bemorning roziligi bilan ish qilish kerak. Ba'zan odamlar shifokorga qattiq gapirsam, keyin yomon qaraydi deb qo'rqadi. Men tavsiya qiladigan yo'l boshqacha, hurmatli, lekin huquqiy tilda gapiring. Doktor, mehnatingizni tushunaman, lekin men bemorning holatini to'liq bilishim kerak. Iltimos, tashxis, tavsiya va rad etish sababi bo'lsa, yozma bering. Bunday gap janjal emas, tartib. Siz ovoz ko'tarmasdan ham o'z huquqingizni talab qila olasiz. Yashirin nozikliklardan biri yoshga qarab kamsitish bilan tibbiy xavfni baholashni adashtirmaslik. Agar shifokor, siz 70 yoshdasiz, shuning uchun umuman davolamaymiz desa, bu kamsitishga o'xshaydi. Agar shifokor sizda yurak fraksiyasi past, kreatinin yuqori, qon ivish ko'rsatkichi yomon, shu sababli hozir operatsiya xavfli, avval kardiolog va nefrolog tayyorgarligi kerak desa, bu tibbiy asos. Farqini ko'ring. Birinchisida umumiy yosh aytiladi, ikkinchisida aniq ko'rsatkichlar aytiladi. Yana bir real holat, 61 yoshli ayol insulin oladi. Dorixonada unga bu oy dori tugadi deyishadi. U uyga qaytadi va qand ko'tarilib ketadi. To'g'ri yo'l qanday? Oilaviy shifokorga borib, dori ta'minoti bo'yicha ro'yxatda bor yo'qligini tekshirtirish.
endokrinolog xulosasini yangilash, dorixona javobini yozib olish, zarur bo'lsa poliklinika mudiriga ariza berish. Insulin kabi hayotiy dorilarda uzilish xavfli. Bu yerda sabr qilib kutish emas, rasmiy murojaat qilish kerak. Men tomoshabinlarga aniq algoritm beraman. Birinchi, kasalligingiz bo'yicha barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Ikkinchi, oilaviy shifokordan boshlang, chunki ko'p yo'llanmalar shu joydan yuradi. Uchinchidan, mutaxassis ko'rgiga kirganda aniq savollar ro'yxatini yozib boring. To'rtinchidan, har bir tekshiruv natijasining nusxasini oling. Beshinchidan, rad javobi bo'lsa yozma xulosa so'rang. Oltinchidan, shoshilinch belgilar bo'lsa poliklinika navbatini kutmang, tez yordam chaqiring. Yettinchidan, murojaatlaringizni sana, vaqt, shifokor ismi bilan yozib boring. Arzu yozishda ham oddiy tartib bor. Yuqoriga muassasa nomini, bosh shifokor ism familiyasi ma'lum bo'lsa yozasiz. Keyin o'zingizning ism familiyangiz, telefon raqamingiz. Matda vaziyatni qisqa va aniq bayon qilasiz. Qachon keldingiz? Nima shikoyat bilan keldingiz? Kim ko'rdi? Nima dedi? Siz nimani so'rayapsiz? Oxirida menga yozma javob berishingizni so'rayman deb yozing. Arizadan 2 nusxa qiling. Bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib olasiz. Bu juda muhim. Agar bemor yotib qolgan bo'lsa, qarindoshlar faqat dori bering deb emas, parvarish masalasini ham so'rash kerak. 60 yoshdan keyin yotib qolgan bemorda yotoq yarasi, o'pka tashamollashi, oyoqda tromb, suvsizlanish, ovqat yetishmasligi, ich qotishi, ruhiy tushkunlik tez rivojlanadi. Shuning uchun shifokordan parvarish rejasi, ovqatlanish, suyuqlik harakatlantirish, terini parvarish qilish, bosim va qand nazorati bo'yicha tavsiya so'rang. Davolash faqat ukol va tabletka emas. To'liq parvarish ham davolashning bir qismi. Men yana bir og'riqli haqiqatni aytaman. Ba'zan oilaning o'zi kechikadi. Ota 3 oy yuragi og'rib yuradi, o'tib ketadi deydi. Ona oyog'idagi yara bilan 2 oy uyda yuradi. Keyin qand kasalligi fonida yara chuqurlashadi. Keyin shifoxonaga og'ir holatda kelganda davolashi qiyinlashadi. Shuning uchun 6 yoshdan keyin profilaktika juda muhim. Har 3-6 oyda qon bosimi, qand, xolesterin, buyrak ko'rsatkichlari, EKG, ko'z, oyoq tomirlari, ichayotgan dorilarni qayta ko'rib chiqish kerak. Kasallik og'irlashgandan keyin shikoyat qilishdan ko'ra erta nazorat qilish ancha foydali. Shifokorlar ham odam, tizimda yuklama katta, navbat ko'p, resurs cheklangan bo'lishi mumkin. Lekin bu bemorning huquqi yo'q degani emas. Men doim muvozanatni aytaman. Shifokorni haqorat qilmang. Lekin o'zingizni ham himoyasiz his qilmang. Savol bering, yozma xulosa oling, ikkinchi fikr so'rang. Zarur bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Ayniqsa katta yoshli odamlar mayli, bo'lam. Bezovta qilmay deb jim ketib qolishadi. Mana shu jimlik ko'p muammoni chuqurlashtiradi. Ikkinchi fikr olishdan uyalmang. Agar bir joyda bo'lmaydi deyishsa, boshqa mutaxassis ko'rigidan o'tish mumkin. Lekin har safar noldan boshlamaslik uchun hujjatlarni olib boring. Menga bir joyda shunday deyishdi. Mana tahlillarim, sizning xulosangiz qanday deb so'rang. Ikkinchi fikr birinchi shifokorni yomonlash uchun emas, to'g'ri qaror qabul qilish uchun kerak. Endi eng muhim xulosa, 6 yoshdan keyin odamni davolamaslik kerak degan umumiy qoida bo'lishi mumkin emas. Har bir bemor alohida baholanadi. Yosh xavf omili bo'lishi mumkin. Lekin rad etish uchun yagona sabab emas. Agar sizga yosh katta deyishsa, aniq tibbiy sababni so'rang. Agar shoshilinch holat bo'lsa, yordam talab qiling. Agar rejalashtirilgan davolash bo'lsa, yo'llanma, navbat, tahlil va yozma xulosani tartib bilan oling. Agar huquqingiz buzilayotganini sezsangiz, og'zaki gap bilan to'xtamang. Rasmiy murojaat qiling. Bugun gaplarimni oilangizdagi katta yoshli insonlarga ham tushuntiring. Ularning hujjatlarini tartibga soling. Ichayotgan dorilarni yozib qo'ying. Qaysi shifokorda turishini biling. Chunki muammo kelganda vahma ichida hujjat izlash juda qiyin. Tayyor odam o'z huquqini ham yaxshiroq himoya qiladi. Davoni ham tezroq oladi. Sizlarda ham shunday holat bo'lganmi? Yoshingiz katta, navbat yo'q. Davolash foydasiz. Joy yo'q deyishganmi? Izohlarda yozing, qaysi vaziyat bo'lganini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki 6 yoshdan keyingi davolanish masalasi faqat bir bemorning emas, butun jamiyatning hurmati va adolat masalasidir.